Gurxon aka, bizning loyihamizda qanaqa markali beton, qanaqa markali armaturalardan foydalanilyapti? Shu haqida ham ozgina aytib bersangiz. Hozir biz pastki qavatlarda N400 markali beton ishlatyapmiz. Temirlarimiz esa A300 va A500 turidagi armaturalar. Eng muhim jihati shundaki, har kelgan armatura partiyasini laboratoriyaga yuboramiz. Har bir beton quyilishida ham laboratoriyadan kelib beton namunalarini olishadi. Standartlarda nima talab etilgan bo'lsa, biz barchasiga amal qilamiz. Chunki biz uchun odamlarning xavfsizligi juda muhim. Ya'ni kelgan armatura laboratoriya orqali tekshiriladi, sifati to'g'ri kelsa, qurilishda foydalanish boshlanadi. To'g'ri. Hozirgacha armaturalarning barchasi sifatli chiqqan, ammo biz har safar baribir tekshirib turamiz. Agar biror marta yaroqsiz chiqsa, albatta ishlatmaymiz. Beton ham xuddi shunday. Har safar nazoratdan o'tkazamiz. Hozircha shukr, hammasi joyida. Aynan qaysi davlatda armaturalardan foydalanyapmiz? Armaturalarni Rossiyadan olib kelamiz, lekin beton Toshkentda ishlab chiqariladi.